Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga va bizni kuzatib borayotgan barcha obuna bo'lgan muxlislarimizga, xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib like bosib tursalar, xudo xolasa yanada yangilik narsalar chiqarishga harakatini qilamiz biznes uchun. Bizda biznes uchun endi eng asosiysi gazoblok, gipsoblok, polistrablok stanoklari va shlaka blok stanoklarimiz bor. Xudo xolasa stanok borasida qanaqangi stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol siz aytgan razmerda, siz aytgan usulda xudo xolasa yasab yetkazib beramiz. O'zimiz ustamiz, o'zimiz yasaymiz. Xudo xolasa shogirdlar ham bor. Endi komplektatsiyamizga, gazoblok komplektatsiyamizga ketadigan mahsulotlarimiz, uskunalarimiz. Hop, birinchi o'rinda boshlaydigan bo'lsak, eng mini gazoblok uskunamizdan boshlaydigan bo'lsak, eng minisi deganda anaqangi kasetali 6 tali qolipli komplektlarimiz bo'ladi. Bu komplektlarimizga kiradi. Hop, 3 ta dona qolipimiz mana shunaqangi 6 talik yevro qolipi, 3 tadan 6 ta shanari qo'yilgan, rezbali bo'ladi. Endi ip bilan baylab qo'yamiz. Просто yiqqanda ip bilan baylab qo'yamiz xolos. Buni как положение rezbali ham ipga moslasa bo'ladigan qoliplarimizda 3 ta dona bo'ladi. Shunaqangi kraskalangan holatlarda va unga ketadigan 220 ga ham 380 ga ishlaydigan mana bunaqangi mishalkalarimiz. 6 talik qolip uchun balonlarimiz ham yaxshi balonlardan qo'yilgan. 3 talik ruchkalarimiz ham xudo xolasa yetalash uchun ham mana ancha udobniy bo'ladi. Qiynalmasdan bemalol yetaladigan bo'ladi. Va mana bunaqangi shablon bochkan kichkinarog'idan bir dona va 200 litrlik hop, oddiy temir suv bochka, bitta nasos montaji bilan birgalikda va ikkita ten qo'shib beriladi komplektimizga. Bunimiz komplektiga keladigan bo'lsak, $1200 komplektimiz boshlanadi. Agarda hop 3 tasi birdaqa olaman, menga gipsoblok ham quyishim kerak deydigan bo'lsa, xuddi shu aytib o'tgan komplektimning ichiga pena generator va kompressor, mikser hop qo'shib olinadi. Rastvorniy bochkasi bilan birgalikda. Hop, o'shanda ham gipsoblok, ham gazoblok quysa bo'laveradi. 3 tasi birda deb aytishimiz sababi, hop, pena generator, kompressor, rastvorniy bochka, hop, shularda bemalol lombos ham qilish mumkin. Ya'niki mana bunaqangi uylarda, mana shu zardevorli ichidagi uylarda lombosni qilishimiz mumkin bo'ladi bemalol. O'shani hisobiga 3 tasi birda deyiladi. O'zi aslida g'ish chiqarish uchun hop, 2 ta hop gipsoblok, gazoblok, polistrablok chiqarsa ham bo'laveradi bemalol. Polistrablok chiqarish uchun 4 tasi birda hisobida ham bo'laverar ekan. Polistrablok chiqarish uchun bu mikserlar bo'lmaydi. Mikserni sotib olinadi qo'shimcha. Shuni hisobiga 4 xil biznes bor ekan. Mana shu bitta eng minilashgan variantdagi qoliplarimiz ichida. Polistrablogimizni ham polistrablok uchun ham alohida mishalkasi bo'ladi. O'shani sotib olinsa bo'ldi, xudo xolasa. Ham polistrablok, ham gipsoblok, ham gazoblok chiqarsa bo'laveradi bu qoliplarimiz, xudo xolasa. Shunga moslashtirilgan qoliplarimiz. Haqiqiy pena blokni qilishni ham chiqarsa bo'laveradi. Bulimiz gazoblokni o'ziga bo'ladigan bo'lsa $1200, aytib o'tganimizdek komplektimiz ichida bo'ladigan narsalar nasos, kichkina bochka, 3 ta dona qolip, mana bunaqangi 220-380 ga ishlaydigan mishalkalarimiz va 2 dona tenlarimiz bilan montajlari birgalikda bo'ladi. Hop, endi dastavkasi xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab mana shu narxda ichida dastavkamiz, vodiy ichi bo'ylab ustanovkasi ham mana shu narxda ichida bo'ladi. Hop, vodiydan tashqari, ya'ni Perevaldan o'tadigan hisob bo'ladigan bo'lsa, manzilga qarab ustanovkasini ham kelishilgan holda qilib beramiz. Lekin dastavkani o'zi bo'ladigan bo'lsa, dastavkani o'zi butun O'zbekiston bo'ylab ustanovkasi alohida narx kelishiladi. Vodiyga mana $1200 ichida ustanovkasi ham birgalikda bo'ladi. Endi hop, polavtomat. Bundan keyingi $1500 variantlarimizni tavsiya etadigan bo'lsak, mana bunaqangi 12 talik qoliplarimizda 2 dona bo'ladi. Profillarimiz 8 ga to'g'ri 2 stenkalik 2 yaxshi profillardan qo'yilgan bo'ladi. Bular ham relsga, ham yerda ishlaydigan holatda bo'ladi. Relsga moslaydigan bo'lsa, bemalol kelajakda qolip yangilanma yo bo'lmasa qolip tagiga upor beraman deb o'tirmaydi. Mana shu qoliplarimizga 4 tadan rolik, ya'ni g'ildiraklar qo'yiladi, rels ustiga chiqib ketaveradigan bo'ladi. $1500 komplektimiz ichida ham xuddi shunaqa qolipdan 2 dona va suv yomkislaridan bitta 1 tonnalik, bitta bunaqangi shablon bochkamiz
Bunga ketadigan korobka holatda nasos montajlari bilan birgalikda 4 ta dona ten 220 holasi 380 ga teng qilib beramiz. Mana bunaqangi shablonli arrasi bilan birgalikda bo'ladi. Shablon arralarimizga xudo xolasa arralar qo'yib beramiz. Troslar emas, tros. Xohlaganlarga tros, xohlaganlarga arra qo'shib beramiz. Shunaqangi shablonlarimiz ham universalniy bo'ladi. Ham 10 likdan tortib 20, 30 xohlagan razmerga aralasa bo'laveradigandan bo'ladi. Va mana bunaqangi kattaroq suyunkusimiz ham bo'ladi. Bunga nisbatan bu yo'nkusimiz kattaroq bo'ladi. 12 talik qolipniki. Bitta qolipga bitta zapravka qilinadigandan bo'ladi. Xuddi shu komplektlarimiz 1,5 ming dollardan dastavkasi O'zbekiston bo'ylab ichida, vodiy bo'ylab ustanovkasi bilan birgalikda. Xuddi bu komplektimizda tanishtirib o'tganimizdek, xuddi shu komplektimizda tanishtirib o'tgan narxlarimizdan 1,5 ming dollardan dastavka butun O'zbekiston bo'ylab tekin, vodiy ichi bo'ylab ustanovkasi bilan birgalikda, vodiy ya'niki vodiy perevalidan o'tadigan hisob bo'ladigan bo'lsa, narxlarimiz kelishilgan hollarda bo'ladi xudo xolasa. Mana bunaqangi yana 1400 dollarlik ko'rinishlarni ko'rib turibsiz. Bir xil holatda bo'ladi. 1400 dollarga bu komplektlarimiz. 2 dona qolib, shu aytib o'tganimizdek nasos, ten, bochka, montajlar bilan birgalikda bo'ladi. Bularimiz 1400 dollardan, ko'rinishi bir xil, xudo xolasa. Endi u yog'ini kiyganingizda ustida ko'rib, mana bunaqangi variantlardan deb tushuntiramiz. Endi pol avtomat liniya deganlarga ham xudo xolasa 6000 dollardan boshlanadi pol avtomat liniyalarimiz. Mana xuddi mana shunaqangi qoliplardan rolik qo'yilganlardan tayyor 10 dona qolipimiz bo'ladi. Suv yo'nkusimiz 2 tonnalik, bochkalarimiz, shablon bochkamiz, komplektimiz nasos, ten, pen hamma yo'q. Tayyor montaj holatda bo'ladi xudo xolasa. Pol avtomat liniyamizda ham avtomatning reskamiz bor. Xo'p, avtomatning reskamiz 2 turdan bor. 1 vallik, ya'niki turbalik, 1 vallik avtomatning reskalarimiz bor. Hozir takomillashib yangi versiyada chiqayotgan 4 vallik avtomatning reskalarimiz ham bor. 4 vallik deganimizda 4 vallik reskamiz xo'p, 2 tomonga tortib aralash hisobiga qolib o'ynash hisobi kamroq bo'ladi. Shuni hisobiga 4 vallik deyiladi. 1 vallikda faqatgina bir tomonga tortib aralaydi xolos. Hop, avtomat reskalarimizda ham hamma aytgan razmerlaringizdan bor. 12, 10, 15, 20, 24, 30 xohlagan razmerlaringizdan chiqarib tursangiz bo'laveradi bemalol. Endi polni avtomat so'ragan aka-ukalarimizga ham xudo xolasa lentalarimiz 50% pastda tayyor holatda. Polni avtomat so'ragan akalarimizga ham shinegli, slyos syomkasi, slyosniy bochok, ya'ni 50 tonna deydimi, 40 tonna deydimi, 100 tonna deydimi, slyos syomkalarimizni qilib beramiz xudo xolasa. O'z tarozilari bilan birgalikda bo'ladi ular ham. Shunaqangi variantlardan ham xudo xolasa chiqarib, ustanovka qilib olib borib o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. 91 kodi bilan 761 64 64 93 kodi bilan 705 45 84 telefon raqamlarimiz. Endi buni ustidan chiqayotgan adxotlarimizni nima qilamiz deydigan aka-ukalarimizga, Gazavlog bez adxotniy biznesda bekorga aytilmaydi. Undan chiqadigan adxotlarimizga xudo xolasa mana bunaqangi presni g'isht chiqaradigan uskunalarimizni ham qilib qo'yganmiz. Bu rushnoyi. Buni xohlasanglar tokka ishlaydiganlarni ham qilib beramiz. 2 dona 9 sm, 12 sm, 25 sm-lik g'ishtlarimiz chiqadi bu razmerlarimizdan. Bularning ham narxlari 250 dollardan boshlab ketaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar, yanada xudo xolasa sizlarga, eliga, yurtimizga manfaatli bo'ladigan uskunalar va stollar chiqarishga harakatini qilamiz.